darsdan chiqib kelasiz, hamma charchagan. Kimgadir yoqayapti, kimgadir yoqmayapti. Faqatgina hozir bu metodni, bu usulni, bu energizerni boshlang'ich sinflarda ham qo'llab ko'rish mumkin bo'lgan bir energizerni hozir sizga o'rgatmoqchiman. Hozir shunga turasiz. Yuring. Hop, ustoz, siz qo'lingizga ruchkani oling. Bir-birlaringga qaranglar. Bitta kishi ruchka olsa, ikkinchi kishi bir-biriga qarab tursin. Shirin, o'zingizga shirin. Hop, kimga shirin yo'q? Ruchkami, qalammi? Ruchka. Qanaqa ruchkangizni ko'taringchi? Hop, o'quvchingizga xuddi shunday topshiriq berasiz. Ruchkasi borlar, ruchkasini ko'tardi. Ana endi bir-biringizga qarab turibsiz. Qarab turing. Hop, ruchkasi borlar qo'lini cho'zsin. Cho'zing. Hop. Sherigingizga yuqoriroq qilasiz. 1 2 3 degan ruchkani tashlaysiz, ruchkani sherigingiz ushlab olish kerak bo'ladi. Markazingizga Qarang, qo'l bilanmi yo bitta qo'l bilanmi? endi o'zingizga. Ha, bo'ldi. Tushunarli yo'q. Bo'ldi. Bir mahoratingizni ko'ramiz. Men 3 gacha sanayman. 1 2 3 tashlaymiz.